Yashirin bola. O'g'lim, sovuqda nima qilib o'tiribsan bu yerda? Aka, ota-onam yo'q. Kitob olay desam pulim yo'q. Kitob o'qishga qiziqasanmi? Ha, aka, kitob o'qishga qiziqaman. Katta bo'lsam doktor bo'laman. Ha, bo'lmasam yur o'g'lim. Men seni zo'r kitob magazinga boraman, ha? Kulayotgan ishingni tasha. Mana shu kitoblarni o'qisang, albatta doktor bo'lasan. Mana pulni oldi, buvangga bu narsa ol. Vaqti bilan xabar olib turaman. Bo'ptimi o'g'lim? Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Nevarangiz bog'chadan olib, sal turib o'taman dada. Xo'p. Dada. Amaki, mana yaxshi bo'lib qoldingiz. Endi uyga ruxsat bersak ham bo'ladi. Rahmat qizim. Sal qon bosimim ko'tarilibdi-da. Ha, aytgancha, ketayotib bosh shifokorga uchrab qo'ying. Mumkinmi, doktor? Kulayotgan ishingni tasha. Mana shu kitoblarni o'qisang, albatta doktor bo'lasan. Ha, kiring. Siz qilgan yaxshilikni qaytarish uchun 20 yil sizni izladim.